Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz yana tarixiy shaxslar, siyosatchilar ruknidagi ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Bugun studiyamizda tarixchi, siyosatshunos Jahongir aka Akramov, xush kelibsiz. Alaykum assalom, xushvaqt bo'ling. Jahongir aka, bugun Winston Cherchill haqida gapirsak, ya'ni uni hozir ham Instagram olamida aforizmlari aylanib yuradi va kuchli shaxs, diplomat, Buyuk Britaniyani o'z vaqtida boshqargan, Ikkinchi jahon urushida aynan shu haqida gaplashsak, u kim edi va qanday siyosatchi edi? Winston Leonard Spencer Cherchill bu Buyuk Britaniyaning eng mashhur bosh vazirlaridan biri. 2 marotaba, ya'ni 1940-45, 1951-55 yillarda bosh vazirlik qilgan. Aynan uning davrida Britaniya butun dunyo tarixidagi eng muhim rollardan biri, ya'ni Ikkinchi jahon urushining qatnashchisi, shuningdek o'sha sovuq urush avjiga chiqqan vaqtlarda hukmronlik qilgan shaxslardan biri hisoblanadi va nafaqat u siyosiy arbob, balki jurnalist, shuningdek rassom sifatida ham tanilgan. Adabiyot bo'yicha Nobel olgan. Albatta, adabiyot bo'yicha 1953-yilda Nobel mukofotini ham qo'lga kiritgan. Shuningdek, u harbiy askar ham bo'lgan. Ya'ni harbiy bo'lgan, urushlarda qatnashgan. Bu inson 1874-yilda tavallud topadi, ya'ni u Woodstockda, Blenheim qasrida, ya'ni aristokrat oilasida. Uning ota tarafidan Randolph Spencer, bular Marlboro urug'iga mansub bo'lgan yirik aristokratik oila bo'lgan. O'sha 16-asrdan beri bu oila o'zi juda katta yer mulklarga egalik qilardi. Aslzodalik davri 14-asrdan boshlanadi deyishadi va bu urug'dan gersog Marlboro chiqqan. Ya'ni u haqda keyinchalik Cherchill kitob ham yozgan, o'z ajdodi haqida. Bu inson ispan taxti uchun kurash vaqtida Fransiyani bir necha marotaba dahshatli mag'lubiyatlarga uchratgan edi. O'sha urug'ning eng yirik vakillaridan biri edi va Cherchillgacha eng mashhur u hisoblanardi bu urug'dan chiqqan. Onasi bo'lsa Jenny Cherchill, bu ayol kelib chiqishi bo'yicha amerikalik biznesmenning farzandi hisoblanardi. Va ularni o'zi kelib chiqishi o'sha ona tarafidan bular fransuz gugenotlar, yahudiy gugenotlikni qabul qilgan fransuz yahudiylar oilasidan kelib chiqqan ekan. Va bu oilada, ya'ni nisbatan to'q, o'ziga juda boy oilalardan biri tavallud topgan. Otasi o'sha 3-farzand edi. 8 ta farzandga ega bo'lgan yirik aristokratik oilani va o'ziga yarasha yaxshi sharoitlarda katta bo'lgan deyishimiz mumkin. Faqat bitta masala borki, u tug'ilganidan keyin 1 yildan o'tib uni tarbiyasi bilan asosan enagasi shug'ullangan, ya'ni Elizabeth Anne degan ayol bu juda hurmat qilgan Cherchill. Uni farzanddek ko'rgan ekan bu ayol va uni o'limi ham keyinchalik qattiq ta'sir qilgan. Chunki otasi asosan davlat ishlari bilan, siyosiy ishlar bilan mand bo'lgan. Onasi bo'lsa endi ko'proq bu yerda dunyoviy ishlar va ko'proq boshqa masalalar bilan mand bo'lgani uchun asosan u enagasi qo'lida tarbiyalangan. Yoshligidan fanga qiziqqan, masalan, maktabga borganida yo'q. Uning eng sevimli fanlaridan biri tarix bo'lgan. Lekin maktabda u juda ham tartibli bolalardan biri bo'lmagan ekan. Ya'ni qoidalarga nisbatan juda ham to'laqonli amal qilmagan ekan. Shuning uchun ham uni maktabini bir necha marotaba o'zgartirishgan va u o'qishni bitirayotganida ajdodlari ko'pchilik o'sha o'qigan Eton kollejiga emas, nisbatan quyiroq bo'lgan maktablarga yuborishgan ekan. Harrowdagi oliy maktablarga yuborishgan ekan. Ya'ni nisbatan uni bunday joyda, ya'ni o'ta tartib talab qiladigan joyda o'qishni davom ettirish qiyin degan xulosaga kelgan ekanda oilasi. Shundan keyin uni 1890-yillar boshida u qirollik harbiy maktabiga, oliy harbiy maktabiga topshiradi. Bir necha imtihonlardan keyin u kirib, u kichik leytenant bo'lib 1895-yilda bitiradi. Unutmaslik kerak, u o'sha harbiy maktabda ham va boshqa joyda o'qiyotganda ham ko'proq mana qilichbozlik bilan maktabning eng kuchli vakili bo'lgan ekan. Ya'ni u tarixga, qilichbozlikka qiziqqan ekanda. Boshidan ma'lum bo'lgan. Boshidan shu qiziqish taraflari bo'lgan ekan. Lekin uni xati xunuk bo'lganligi uchun ham o'qishning dastlabki davrida o'qishga kirib ketishi 1 yilga kechikkan ham ekanda. Sabab lotin tilidan bilish bo'yicha o'sha husni xati ham uning o'qishida salbiy rol o'ynagan ekan. Ya'ni uning husni xati unchalik chiroyli bo'lmaganligi bilan istiqolatlikda ko'pchilikni shu bilan tanqid qilgan ham. Lekin u dunyoqarashi juda ham keng bo'lgan va o'qishda, ya'ni
harbiy lavozimda egallagandan keyin harbiy 1895-yildan boshlab u uning karyerasi boshlanadi. U shunchaki yozadiki, o'zining avtobiografiyasida ham shunchaki harbiy bo'lib qolishni istamayman degan. Ya'ni men harbiylikka qiziqqanim sari bu qiziqishim ostida boryapti, lekin tushunib boryapman, bu men uchun emas. Ya'ni men har kuni faqat mashq qilib nimaga borish boshqalarni istamayman. Men sarguzashtlarni yoqtiraman degan. Va uni iltimosi bilan ota-onasini ham o'sha endi otasi 1895-yilda vafot etadi-yu, o'sha bu aristokratik oila uchun iltimoslarini hisobga olib, unga dastlabki harakatlar, ya'ni urush bo'layotgan joylarga yuborishadi. 1895-yilda u o'sha vaqtda Kubada boshlangan qo'zg'olonni yoritish uchun harbiy jurnalist sifatida yuboriladi Kubaga. Bu qo'zg'olonni ko'rib, jarayonlarni ko'rib yozib boradi va unda ilk jurnalistik qobiliyat shakllanadi 1895-yilda. Shundan keyin uni Hindistonga yuboriladi, Hindistonda xizmat qiladi va Hindistonda ham u iltimos qiladi, ya'ni o'sha yerda ko'tarilgan qo'zg'olonlardan biri, ya'ni hozir Pokiston hududidagi Pushtun qabilalar qo'zg'olonini bostirishda ham faol qatnashadi va o'sha vaqt uni asarlari Britaniyada juda mashhur bo'lib ketadi va unda bir necha marotaba u rahbariyatini ham nima qiladi? Tanqid qiladi. Ya'ni juda qattiq siyosat yurityapsiz pushtunlarga nisbatan va Pushtun afg'on qabilalari ham nisbatan urush qoidalariga rioya qilishmayapti deb. Va bunda uni o'ziga xos o'sha vaziyatda ham o'zini mustaqil fikrga egaligi ko'rinardi. 1896-yilda bilamizki, Sudanda Mahdiylar qo'zg'olonini bostirish uchun urush harakatlari boshlanadi va yana bir marotaba o'sha vaqtda iltimos qilaman, shu urushga men ham olinsin deganda Hindistondagi rahbariyat bu yerdagi vazifani bajarishing kerak, ko'p ruxsat so'raysan deb ruxsat berilmaganda u Britaniya bosh vaziriga xat yozgan ekan. Lord Salisburyga va aytgan ekanki, men bu urushda qatnashish albatta men uchun ham qiziqish, ham sayohatlarni yoqtiraman, ham o'zim uchun ham iqtisodiy masala ham manfaatlarim bor deb, ya'ni urushda qatnashib ma'lumotni jurnalistikaga yoritsam, iqtisodiy ham foyda ko'raman degan ma'nodagi ochiq e'tiroflar bildiradi va Lord Salisbury buni ko'rib rozilik bildiradi va shundan keyin uni urushga yuborishadi. Lekin qiziq holatlardan biri aynan o'sha yuborilgan vaqtida Hindistondagi hukumat uni aytadiki, agar u jarohat oladigan bo'lsa yoki halok bo'ladigan bo'lsa, hech qanday unga pul to'lanmaydi degan ma'nodagi, kompensatsiya to'lanmaydi degan ma'noda qaror qiladi. Ya'ni qaysidir ma'noda harbiy o'zining rahbariyati bilan biroz tortishib ham qolgan edi. Urushda u qatnashib o'ziga yarasha albatta jangovar medallarni ham qo'lga kiritadi. Bundan oldin Ispaniyada ham hatto medallarni qo'lga kiritgandi Kubadagi ishtiroki davomida va u yerda alohida asar ham yozadi. Masalan, Daryo bo'yidagi jang deb va o'zini o'sha vaqtdagi Britaniyaning Mahdiylar qo'zg'olonini bostirishga yuborgan generali Kitchenerni qisman tanqid qiladi. Masalan, uning urushdagi qattiqqo'lliklarini juda ham qisman tanqid qiladi, ya'ni ishoralar bilan tanqid qiladi va bu albatta bir qancha odamlarga nisbatan yoqmaydi. Ya'ni bu yerdan aholining katta qismiga nisbatan juda beshafqatlik qilinayotgani, suvsiz qoldirilayotgani, boshqa masalalari unga uzoq ko'zlangan ish emasligini u tanqid qilgan edi. Lekin baribir shundan keyin bu urushda qatnashish uni obro'sini ham keskin oshirib yuboradi, chunki ham asarlar yozganda uni ko'proq Britaniya jamoatchiligi harbiy jurnalist sifatida tanay boshladi. Bu alohida asar borda, Daryo bo'yidagi jang degan. Va bilamizki, u polo bilan mashhur edi. Ya'ni polo sporti bu chang'ini ot ustida turib o'ynash turi edi. O'sha vaqtlarda endi bu albatta o'rta asrlarda forslar davrida ham mashhur edi. Yurtimizda ham bu o'yin bilan shug'ullanishgan. Ya'ni aristokratik o'yin hisoblanganda. 19-asr oxirida, o'sha 1898-99-yillarda o'sha umummilliy chempionat bo'ladi poloda. O'shanda qatnashish uchun Hindistonda qoladi va chempion bo'lgishi bilanoq u nimadan harbiy xizmatdan ketadi. Shuning uchun ham chempion bo'ladi. Butun o'zining polki bilan butun Britaniya imperiyasida. Uni rahbari nimaga Victoria ordeniga tavsiya berilgandi, lekin u
orden tavsiya berilib komissiya ko'rib chiqargan vaqtda u harbiy xizmatdan ketgani uchun uni ko'rib chiqilmaydi. U o'sha vaqtda ola olmaydi bu unvonni. Orden shundan keyin 1899-yilda yangi o'sha holatda ingliz bir urushi bo'lganda ham u ingliz bir urushida harbiy korrespondent, jurnalist sifatida qatnashadi va o'sha vaqtdagi uni jurnalistlar bilasizmi? Unga juda katta ham mablag' taklif qilishgan ekanda. Hozirgi vaqtda o'rinda o'sha vaqtda oyga 250 funt sterling, hozirgiga bo'lsa oyga 8000 funt sterlingga tushadi, to'g'ri keladi. Ya'ni yoritish uchun va o'sha ingliz bir urushda qatnashish ayniqsa unga hayotdagi eng mashhur voqealardan biri bo'ladi va chunki bu urushda qatnashish orqali unda eng muhim omillardan biri bo'lgan masala, ya'ni hayotda asirga tushadi va mana shu asirga tushish va undan qochish holati uni juda ham mashhur qilib yuboradi. Harbiy razvedkaga yuborilgandi 50 kishilik guruh bilan va Bruno poyezdi yuborilganda bu burlar asirga olishadi. Bu Janubiy Afrikadagi urush. Endi burlar deganda bu nemis, golland hamda fransuzlarning avlodlari bo'lgan. Ko'proq golland tilida gaplashuvchi va ular ham oq tanli, zamonaviy qurollarni biluvchi edi-da. Masalan, o'sha vaqtdagi Afrika qabilalari emas edi ular. Ular o'zi kerak bo'lsa qullar edi. Inglizlar juda ham qiynalgan bu urushda. O'sha urushda qatnashganida asirga tushib qoladi. Ya'ni juda katta qiyin holatga tushgandi va asrdan bir oy bo'lmasdan u qochadi. Shu ma'lumotlar borki, u qochganida bitta o'zigina qaytib kela oladi-da shu. Bu uni mashhur qilib yuboradi asrdan qochish jarayoni va hatto asrdan qochish holati haqida keyinchalik avtobiografik asar yozganda u juda katta obro' qozongan va shu holat uni 1900-yilda parlamentga deputat bo'lib saylanishiga olib kelgan. Konservatorlardan. Endi qiziq holat o'sha undan oldin o'zini xuddi o'sha joydan 1899-yilda o'sha okrugdan u yutqazgandi. Bunga sabab o'sha Anglikan cherkoviga juda ko'p imkoniyatlar beryapsizlar deb o'sha non-konformistlar qarshi chiqqandi. Bu to'g'ri kelmaydi. O'sha okrugda qarshi chiqqan bo'lsa ham uning urushdagi mashhur bo'lishi va uni qutqargan, ya'ni uni yashirib turgan o'z uyida qochgan vaqtida muhandislar o'sha okrugdan ekanligini unga juda katta obro' keltirgan va bu orqali foydalanish orqali u birinchi marotaba 26 yoshida deputat bo'ladi. 1900-yilda nisbatan yosh. Shundan so'ng uni siyosiy faoliyati to'liq boshlanadi. U dastlabki vaqtlarda o'zi boshidanoq 1901-yilda birinchi marta o'sha parlamentga chiqish qilganidayoq o'zini mustaqil qarashga ekanligini ko'rsatganda, masalan aytadiki, biz mana 1902-yilda o'zi shart tuziladi. Aytadiki, biz burlar mana qiynalyapti degan. Endi inglizlarga qarshi kurashgan juda ko'pchilik rezervatsiyaga tushgan, ko'pchilik o'lib ketgan-ku. Biz ularni ham to'g'ri tushunishimiz kerak va tinchlik shartnomasida hisobga olishimiz kerak. Va ular ham kerak bo'lsa bizning fuqarolarimiz bo'lishi mumkin degan ma'nodagi chiqishlari Britaniya parlamentiga qattiq ta'sir qilgan. Ya'ni u strategik fikrlaganda, shunchaki hozir yo'qotish emas, balki uzoq muddatli faoliyatimizni ham hisobga olishimiz kerak Afrikadagi deb hisobga olgan va 1904-yilgacha u aynan konservatorlar partiyasi a'zosi edi, lekin bir necha marotaba konservatorlar partiyasiga qarshi fikrlar bildirgani uchun o'z partiyasining g'oyalariga to'g'ri kelmagan va 1904-yilda u liberallar partiyasi safiga o'tgan. Qiziq holat. Winston Cherchillning eng ingliz siyosatchilari orasida ham, umuman butun dunyo siyosatchilari orasida ham o'ziga xos tarafi bu partiyani 2 marotaba almashtirgan holatda rahbarlik lavozimiga, liderlik lavozimini saqlab qolganda holatini. Ya'ni liberallar tarafiga o'tgan, keyin 20 yil o'tib yana konservatorlar partiyasiga qaytgan. Va 1904-yilda saylovlarda liberallar partiyasidan chiqqan va 1908-yillarda borib ilk lavozimlarini qo'lga kiritgan. Ya'ni u birinchi lavozimlari o'sha mustamlakalar vazirining o'rinbosari, shuningdek keyin ichki ishlar vaziri lavozimiga chiqadi. 1910-yilda savdo moliya vazirlari, harbiy aviatsiya va xuddi shunday. Va 1910-yildagi o'sha ichki ishlar vaziri endi bu katta lavozim edi. O'sha vaqtda u ishchilar qo'zg'olonini shafqatsizlik bilan bostirmoqchi bo'lgandi. Hatto armiyani ham ishlatish tarafdori bo'lgan va bu juda katta norozilikka sabab bo'lgan. Nisbatan haligacha Britaniyada shu jihatda tanqid qilinadi. Ya'ni o'sha vaqtda u ishchilar, ya'ni qo'zg'olon qilgan, ish tashlagan ishchilar
o'rnida dushmanni ko'rganmi degan masala juda kuchli yoritiladi. Ya'ni mana shu masaladan ham juda katta ta'sir qilgan va 1911-yilda keyin shundan keyin admirallik, ya'ni ingliz harbiy dengiz kuchlari vaziri lavozimiga o'tadi. Ya'ni admirallik rahbari bo'ladi. Va bu lavozim 1915-yilgacha ishlaydi. Birinchi jahon urushi boshlangandan keyin ham ishlaydi va ushbu lavozimda ishlagan vaqtda u Britaniyaning harbiy qudratini kuchaytirishga, Germaniyadan ortda qoldirmaslikka harakat qiladi. Juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Masalan, uni o'zi o'sha 4 yillik ish lavozimida tanklar yaratish bo'yicha qirollik quruqlik kemalari komissiyasini boshqargan ekan. Ya'ni qarang, quruqlik kemalari deb tanklarni nazarda turgan ekanda. Tanklarni ishlab chiqarishda ham komissiyasiga rahbarlik qilgan ekan. Ya'ni yangiliklarga juda qiziqqan. O'zini kitobi, ya'ni yaqinda o'zbek tilida ham nashr etilgan Ikkinchi jahon urushi kitobining birinchi qismida ham aytib o'tadiki, radar yaratilishida ham juda katta o'zi qatnashgan. Ya'ni faol bo'lganda, to'g'ri juda kuchli olim bo'lmagan, lekin faol bo'lib harakat qilgan. 1911-15-yillarda admirallik rahbari edi. 1915-yilda o'sha birinchi jahon urushi boshlangandan keyin ham uni faolligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Masalan, urush boshlanganda 28-iyulda Avstriya-Vengriya Serbiyaga urush e'lon qilganda, hali Britaniya 4-avgustda urush e'lon qiladi o'zi. Germaniyaga qarshi. U flotni Britaniya qirg'oqlariga keltirishni, ya'ni to'planishni buyurgan ekan. Va oktyabrda masalan Antverpenni himoya qilish uchun borib shahar saqlab qolishga harakat qilgan, lekin to'g'ri, shahar qo'ldan boy berilgan bo'lsa ham ko'plab ingliz harbiylari agar ushbu Antverpen shahri himoya qilinmaganida nemislar Kale yoki Dunkerkni egallashi mumkin edi. Biz saqlab qoldik Antverpenda biroz himoya qilish evaziga deb e'tirof etishgan ekan. Va lekin 1915-yilda undagi eng katta xatolardan biri aniqrog'i dahshatli xatoga yo'l qo'yadi. Bu albatta Dardanel operatsiyasi edi. Ushbu operatsiyani jarayonidagi o'sha qisman tashkiliy xato va yoki bir qancha admirallarni oxirigacha kurashda voz kechishlari, ya'ni oxirigacha kurashmaslik haqidagi qarashlari mag'lubiyatga sabab bo'ladi. Bilamizki, bu endi Chanoqqala jangi nomi bilan mashhur Turkiyada va Turkiyani urushdan chiqara olmaydi. Dardanel operatsiyasi bu Usmonlilarni yengishga qaratilgan operatsiya edi va obro'si juda ham tushib ketadi va uni Lankaster o'sha grafligiga xazinachisi, ya'ni nisbatan ancha past lavozimga tushirishadi. 6 oy ishlagandan keyin, bu lavozimda bir qancha muddat ishlagandan keyin nima qiladi? Urushga ketadi. Yana harbiy bo'ladi. Yana safarda. Ha, safarda. Ya'ni bular Cherchill bilardi-da, ya'ni bunday holatdagi agar qolganida, agar o'sha vaqtda harbiy urushga ketmaganida, yana bu lavozimlarni qayta egallay olmasdi. Ya'ni ko'pincha bunga ham taskin berardi. Ham o'zini topish va obro'sini oshirish uchun ham. Va urushni to'liq tushunish uchun. Va u batalyon komandiri bo'ladi. 6 oy jang harakatlarida qatnashadi va shu bilan birga deputat bo'lib qolaveradi. Unutmaslik kerak, u o'sha birinchi marta deputatga saylangandan keyin faqat 1922-24-yillardagina deputat bo'lmagan xolos. Umrining oxirigacha deputat bo'lgan 1900-yilda. Bilamizki, Britaniyada bosh vazirlik ham o'zi mohiyatan deputat bo'lish kerak-ku, bosh vazir bo'lish uchun. Va urush qaytib keladi urushdan va 1917-yilda yana savdo sanoat, nima vazirlarida aviatsiya vaziri bo'lib faoliyat yuritadi. 21-yilda unutmaslik kerak, u mustamlaka vaziri bo'ladi va Irlandiya bilan shartnoma imzolaydi. Ya'ni Irlandiyaga dominion huquqini to'laqonli berilish masalasi. Ya'ni mustaqilligini tan olish masalasi. Shuningdek, O'rta Sharqdagi o'sha masalada, ya'ni Falastin mustamlakasi vaqtida Britaniya mandati ostidagi hududga yahudiylarning immigratsiyasi masalasi tartibga solish masalasi bo'yicha ham qatnashgan. 22-yilda bo'lsa saylovda mag'lubiyatga uchraydi. Umuman olganda bu liberallar partiyasining vakili edi va liberallar partiyasi tanazzulga uchragan edi. Mana hozir biz liberallar partiyasidan bosh vazir ko'rmaymiz-ku. So'nggi rahbari Lloyd George edi va shundan keyin bu partiya dahshatli mag'lubiyatga uchragan, ya'ni o'ziga qayta olmagandi. Shu holatda 22-yilda
Undan keyin 24-yilda konservatorlar partiyasi safiga o'tib, sekin yana o'zini faoliyatini boshlaydi. Siyosiy faoliyat. 1924-yildan boshlab uga bir lavozim beriladiki, bu lavozim u tomonidan ham xato deb tan olingandi. Keyinchalik bu Britaniya g'aznachilik vaziri. Muhaytam moliya vaziri. U bu sohani bilmasdi, iqtisodiyotni yaxshi tushunmasdi, Cherchill. U harbiy sohani tushunardi. U strategiya tushunardi, urush tarixini tushunardi. Lekin u iqtisodiyot, moliyani tushunmasdi. Shuning uchun bu soha vaziri bo'lmagani uchun u maslahatchilar, ya'ni atrofdagi maslahatchilarning fikriga to'la ishonib qoldi va ularning maslahatiga rioya qilib Britaniya funt sterlingiga oltin standartni qaytardi. Va bu albatta iqtisodiy zararga olib keldi. Chunki Britaniya tovarlarining narxi ko'tarilib ketdi. Bu holat albatta raqobatbardoshlikni pasaytirdi. Natijada Britaniyaga pul kirish kamaydi. Ishsizlik ko'paydi. Resessiya, turg'unlik. Shuning uchun ham u keyinchalik bo'ladi. Albatta, hamma o'z sohasini qilish kerak edi, albatta. Ya'ni iqtisodiy soha uniki emas edi. Va 26-yildagi ish tashlashlar ham bevosita, yirik ish tashlashlar ham bevosita shuni sababi edi. Va 29-yildan keyin bu lavozimdan ketdi. Bo'lganda 29-yildan 1939-yilgacha bo'lgan vaqt, o'sha 30-yillar bo'lganda, uning uchun yirik lavozimlarni egallamaslik davri bo'ldi. Ya'ni faqat asosan deputatlik davrida. Shuning uchun uni o'zi bu davrni nima deb ataydi? Bekorchilik yillari deb ataydi. Ya'ni buni bekorchilik yillari deb o'zi tan olib aytadiki, aniq yirik lavozim. Shuning u vaqtda bu ko'proq rassomchilikka va asarlar yozishga katta e'tibor qaratgan. Masalan, Birinchi jahon urushi haqida Buyuk inqiroz asarini yozgan, o'z ajdodi haqida Gersog Marlboro asarini yozgan, otasi haqida kitob yozgan. U to'g'ri faqat 1908-dan 1923-yilgacha asar yozmagandi, keyin 1940-45-yillarda asosan asar yozmagandi, o'sha bandlik davrida. Qolgan vaqtlarida doimiy asarlar yozib turgandi. Va 1930-yillardagi uning eng katta faoliyati umuman jiddiy ehtiyotkorlik bilan qaragan Germaniyaga. U vaqtda Britaniya bosh vaziri, masalan, Chamberlain ham, nisbatan Baldwin ham Germaniyani tinchlantirish siyosati tarafdori edi. Ya'ni, xo'p, mana Gitler nimani xohlaydi? Avstriyani beraylik, shuni tinch bo'lsa, urush qilmasin. Keyin Sudetni, Chexoslovakiya Sudet viloyati o'ynabdi. Shu viloyatni beraylik, urush qilmasin. Chexoslovakiyani bosib olsa ham mayli. Uni qilmadi. Ya'ni hatto Britaniya razvedkasi, Gitlerning maqsadi Angliya bilan Fransiyaga qarshi kurashmoqchi ekan, mana hujjat desa ham, hatto shuni ham Germaniya bilan kelishga harakat qilardi. Ya'ni bu Gitler tinchlantirish siyosati deyiladi va bu Britaniya va Fransiya nomuroziga qattiq zarar yetkazgandi va boshidan Cherchill qarshi chiqardi Gitlerga. Chunki uning g'oyalari noto'g'ri deb hisoblardi. Chunki bu g'oyalar qanaqasiga to'g'ri bo'lsin, chunki bular irqqa asoslanyapti. Qanaqasiga irq ikkinchi irqdan kuchli bo'lishi mumkin. Bitta millat ikkinchi millatdan kuchli bo'lishi mumkin. Insonning o'zi kuchli bo'lishi mumkin. Bitta insonlar, lekin buni millat irqqa aralashtirmaslik kerak degan qarashlari bor edi, ya'ni ratsional qarashlari bor edi. Olganda, shuning uchun bu g'oyalar unga umuman nimasiga to'g'ri kelmasdi, qarashlariga. Shuningdek, Hindistonning ham kerak bo'lsa Britaniyadan chiqib ketishiga qarshi chiqardi. Masalan, 30-yillarda Londonda konferensiyalar o'tkazilganda Mahatma Gandilar ishtirokida, ya'ni doira stol konferensiyalari, undan maqsad Hindistonga sekin-asta dominion muqobilini taqdim etish. Ya'ni hech qanaqa dominion bermasligimiz kerak. Hindiston to'liq Britaniya boshqaruvi ostida qolishi kerak degan nisbatan realistik qisman hozirga olinadi. Buni imperialistik qarash ham deyishadi. Ya'ni u shunday demaydi. U Britaniya manfaatlari tarafdori edi Cherchill. Va 1938-yilda o'sha Sudet viloyatini berilganda Chamberlain keladigan, mana biz tinchlik olib keldik Yevropaga deganda u mashhur gapni aytgan. Agar millat urush va sharmandalik
o'rtasida sharmandalik tanlasa, baribir urushga boradi degan fikrni aytgandi. Hmm. 2 yildan keyin uning fikri to'g'ri bo'lib chiqdi keyingi yilda. 1939-yili 1-sentyabrda ikkinchi jahon urushi boshlandi. Germaniya Polshaga bostirib kirdi. Endi Britaniya boshqa iloji yo'q, chunki bu holatda to'liq xavfsizlik tizimi buzilardi va Britaniya va Fransiya Germaniyaga qarshi urush e'lon qildi. Ikkinchi jahon urushi boshlandi. Endi 1940-yil aprel-may oyigacha quruqlikda deyarli urush bo'lmadi aslida Yevropada. Ya'ni Polshadan tashqari, Polshani taqsimlab olishdi Germaniya bilan Sovet ittifoqi. G'arbiy front deyarli o'zgarish bo'lmagan. Buni hatto Blitzkrieg o'tirib urishish yoki g'alati urush deyishadi. Faqat urush e'lon qilingan, lekin urush o't ochishi yo'q. Lekin o'sha vaziyatda sentyabrda, 3-sentyabrda Winston Cherchillni admirallik rahbari qilib qayta tayinlaydi Chamberlain. Unga juda katta vazifa yuklangandi va dengizda urush boshlanib ketadi. Dengizda o'sha qat'iyatini ko'rsatadi Cherchill. Bilamizki, uni o'sha 30-yillarda faol o'sha komissiyalarda a'zoligi, radarlarni ixtiro qilish jarayonidagi o'sha olimlar bilan suhbatlari foyda bergan. U yangi texnologiyalarni Britaniya harbiy dengiz flotiga kirishga katta rol o'ynagan. Ya'ni Britaniya Germaniyani dengizdan qamal qilgan. Xuddi birinchi jahon urushi singari va mana shu ham katta rol o'ynagan. Germaniyaning nima deydi, boshqa hududlarga ochiq ekspansiyasi kuchaymasligiga. Va 1940-yilda Germaniya g'arbiy frontga hujumga o'tadi. Norvegiya bilan Daniyani bir necha kunda bosib oladi. Bu juda qattiq bahslarga sabab bo'ladi Angliyada. O'sha Fransiya va boshqa hududlarga bostirib kelayotganda Germaniya, ya'ni Chamberlain iste'foga chiqishga majbur bo'ladi. Va o'sha uni oldida ikkita variant bor edi, Lord Halifax va Winston Churchill. Lord Halifax bilan oladigan hozir vaqtiga uddalay olmayman degan ma'noda tashqi ishlar vaziri edi. Men bosh vazir bo'lishni istamayman degan. Winston Churchill men bu lavozimni olaman, bajaraman deydi va 1940-yil 10-mayda shunaqa u Angliya bosh vaziri bo'ladi. Va Angliya bosh vaziri bo'lganda 13-mayda mashhur o'zini nutqini aytadi Britaniya parlamentida. Uni parlamentda nutq aytadiki, u ochiq gapiradi. Men sizlarga deydi, hozir qiyinchilik holatida qon, ko'z yoshi, ter va og'ir mehnatni taklif qila olaman xolos deydi. Lekin bu to'g'ri yo'l deydi. Biz qiyinchilik bilan dushmanni yengishimiz kerak deydi. Qon, ko'z yoshi va ter va og'ir mehnat. Masalan, uchta juda mashhur holatda, ya'ni qon, ter, ko'z yoshi. Mana shu holat, ya'ni eng asosiy ko'p ishlatiladi. Albatta ijtimoiy tarmoqlarda ko'pincha Winston Churchillga ixtibos keltirib, albatta og'ir mehnat qilsa ham bo'lgan. Va bu holatda Britaniya uchun juda qiyin tanlovni taklif qiladi. Juda og'ir tanlovni ko'rsatadi. Lekin Britaniya xalqi qo'llab-quvvatlaydi uni. O'sha juda ko'p marotaba, 25 marotaba ortiq 41-yillarda radio orqali chiqishlar qiladi. Ko'p joylarda bo'ladi, portlashlar bo'lgan aholi yoniga boradi va jiddiy qarorlar ham qabul qilgan. Masalan, urush boshlanganda Fransiya o'zi dastlab Angliyani ittifoqchisi bo'lgan-ku. Endi to'g'ri, endi hukumat sekin-asta Germaniya tarafiga taslimchilik siyosatida o'tayotganda Fransiyaning bir qism flotini borib taslim bo'lish taklif qilinglar degan, ingliz flotiga yo'q desa, yo'q qilinglar degan. Ya'ni fransuz flot kemalarini cho'ktirib yuborishni buyurgan. 1940-yilda fransuz floti cho'ktirib yuborilgan. Chunki dushmanga tarafiga o'tib ketishi mumkin. Realistik siyosat tarafdori edi va aynan uni davrida juda Germaniyaga qarshi juda qattiq kurashlar bo'lgan. Britaniya uchun janglar bo'lgan, ya'ni 40-yil iyul oyidan boshlab sentyabrgacha o'sha juda ko'plab, minglab aniqrog'i nemis samolyotlari Britaniya zavodlarini, shaharlarini, ko'plab joylarini bombalashadi. Ya'ni inglizlar ham kurashgan, lekin inglizlarning hali samolyotlar soni kam edi, ancha. Sifat bo'yicha inglizlarniki kuchli bo'lgan, lekin son bo'yicha albatta nemislarniki ko'proq edi, chunki Germaniya yaxshiroq tayyorlanganda urushga. O'sha vaziyatlarda Britaniyani o'ziga yarasha matonatning ramzi bo'ladi Cherchill. 41-yilda 22-iyunda SSRga bostirib kiradi Germaniya. Bu eng katta xatosilardan biri bo'ladi va o'sha kundayoq BBC orqali chiqish qilgan Cherchill
ochiq aytadi. Men kommunizmni yoqtirmayman deydi. Men uchun bir xil degan kommunizm ham, fashizm ham. Lekin bizga fashizm xavf solyapti. Va men o'z vatanini himoya qilayotgan har qanday rus askarida shuni oqlab, ular bilan ittifoq bo'lishga tayyorman degan ma'no bildiradi. Aytayaptiki, hozir Britaniya hududiga Gitler tahdid solyaptimi? Agar u do'zaxga kirib kelsa, men unga qarshi kerak bo'lsa shayton bilan ham ittifoqlashishga tayyorman deydigan ma'nodagi mashhur fikrlari bor-da. Ikkalasi ham yomon, lekin bittasi o'ta yomon. Bittasi yomon. Qaysi biri Britaniyaga xavf solyapti, o'sha yomon deydi. Shuning uchun ham u Stalin bilan ittifoqlash tarafdori bo'ladi va 1941-yilda dastlab Angliya Amerika o'rtasida Atlantik xartiya imzolanadi. 41-yil avgust oyida va mana shu Atlantik xartiya keyinchalik Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti, ya'ni NATO tuzilishiga asos bo'ladi. Angliya Amerika harbiy ittifoqqa kirishadi tarixda birinchi marotaba. O'zaro harbiy ittifoqqa kirishadi. Ilgari Antanta tizimi edi. Endi to'g'ridan-to'g'ri. Monganda NATO asosan o'zi Angliya Amerika ittifoqiga asoslanadi. Va shundan keyin bunga SSRni ham qo'shishadi, ya'ni urush vaqtida Gitlerga qarshi ittifoq. 1941-yilning kerak bo'lsa, avgust oylarida o'zi Moskvada bo'ladi, bir necha marotaba Stalin bilan ko'rishadi. Ya'ni bu ittifoqni tezroq tuzilishi, tashkiliy tus olishi, SSRga beriladigan yordamning doimiy bo'lishida katta rol o'ynaydi. 1945-yilda endi urush tugashidan oldin yana bir saylovlar bo'ladi, urush tugab qolgan edi va urush davridagi o'zi konferensiyalar faol qatnashib o'zini rolini ko'rsatgandi. Tehron deymizmi, Yalta deymizmi, boshqa. O'sha vaqtda uni turmush o'rtog'i va bolalari, yaqin do'stlari maslahat beradi unga. Imkon bo'lsa, hozirgi vaqtda Lordlar palatasiga o'ting, taklif qilishyapti. Buni qoldiring ishni, boshqarmaydi. Yo'q, men nima uchun kurashni tashlab ketaman deydi. Mag'lubiyat ham meniki degan ma'noda yana bo'ladi va 45-yilda may oyidan keyin belgilangan saylovlarda mag'lubiyatga uchraydi. Chunki endi Britaniya xalqi ham urushdan charchagandi-ku, ijtimoiy masalalar bor edi va Cherchill ko'proq urush davri bosh vaziri edi-da, endi ularga yangi o'zgarishlar kerak edi va Labouristlarga ovoz berishadi. Shundan keyin 45-yildan 51-yilgacha muxolifat yetakchisi bo'ladi. 40-55-yillarda umuman olganda Konservatorlar partiyasi lideri edi va 45-51-yilda muxolifat yetakchisi bo'ladi va muxolifat yetakchisi bo'lgan vaqtda ham asarlar yozishda davom etadi. Masalan, uning eng mashhur asari albatta bu Ikkinchi jahon urushi haqida 6 jilddan iborat kitob. Ochib bergan. To'g'ri, endi bu kitoblar juda ham obyektiv deb ayta olmaymiz, lekin urushni ichidagi urush davridagi harbiy siyosiy qarorlarni qabul qilgan yetakchilar tomonidan yozilgan kitob bo'lgani uchun ham katta ahamiyatga ega-da. Ko'p ma'lumotlar beriladi baribir. Aynan ushbu kitoblar tufayli 1953-yilda adabiyot bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan. 1951-yilda u yana qayta Britaniya bosh vaziri bo'ldi. Bu vaqtda uni asosiy ikkinchi bosh vazirlik faoliyatida birinchi o'rindagi maqsadi Britaniyaning o'sha AQSh va SSR o'rtasidagi kuchlar muvozanatini saqlash ko'rinish bo'ldi. Chunki bu vaqtda Hindiston chiqib ketgandi Britaniya tarkibidan. Endi bilamizki, Hindiston katta resurslar makoni edi-da, Britaniyani kuchini kamayib qolishiga sabab bo'lgandi va yadro quroliga ega bo'lishga jiddiy harakat qilgan va 52-yilda yadro quroliga ega bo'lgan, aynan Cherchill davrida. 53-yilda bir qancha insult va bir qancha kasalliklarni, kerak bo'lsa eshitish bo'yicha muammolar paydo bo'la boshlagan, juda qattiq ta'sir qilgan, ya'ni kasalligi kuchaygan. Va o'sha vaqtda ham lekin u ketish emas, balki unga aytadiki, Lordlar palatasi a'zosi bo'ling desa ham yo'q deydi, chunki agar men Lordlar palatasi a'zosi bo'lsam deydi, o'g'lim deydi, siyosiy karyerasiga xalaqit beraman, chunki ilgari umuman olganda yaqinda ham qaror qabul qilingan holatga ko'ra 21-asrdagi qarorlarga ko'ra Britaniyada Lordlar palatasini farzandlari ham Lordlar palatasining a'zolari bo'lardi va ular Britaniya quyi palatasiga a'zo bo'lib, siyosiy harbiy lavozimlar, boshqaruvdagi lavozimlarni egallash qiyin bo'lardi. Bular ham ta'sir qilgandi. Shuning uchun o'g'lining karyerasi uchun o'zi bu lavozimga uchun, ya'ni hatto uning uchun alohida London gersigi degan alohida unvonni taklif qilishgan, martabadan olishgan. Bundan ham voz kechgan.
va 54-yilda uni 80 yilga o'tkazilgan va 55-yilda sog'liqdagi muammolar sababli iste'foga chiqqan. Va 1965-yilgacha u parlament deputati bo'lib qolavergan. Ko'proq umrining oxirida ko'proq asarlar yozish, rasmlar chizish va ko'proq o'sha oila atrofida bo'lishga bag'ishlagan. 1965-yilda 24-yanvarda vafot etadi. Uni dafn marosimini juda katta dabdaba bilan o'tkazishgan. Masalan, bunda deyarli 15 mingga yaqin askarlar qatnashgan, yarmi politsiya, yarmi armiya. Shuningdek, yirik davlat rahbarlari qatnashgan. Masalan, Charles de Gaulle Fransiya prezidenti bo'lgan. Ludwig Erhard Germaniya kansleri. Juda ko'p davlat rahbarlari, qirolicha Yelizaveta II bu ishlarda bosh bo'lganda o'zi qatnashgan va juda katta tantana bilan uni o'zini o'sha tug'ilgan joyi Woodstockdagi yonidagi o'sha Blenheim qasri yaqinidagi Avliyo Martin qabristoniga ko'mishgan. Juda katta bayramlar qilishgan va qaysidir ma'noda Cherchillning o'limi Britaniya imperiyasining yakuni ham deyishimiz mumkin edi-da. Ya'ni imperiyani ancha qismi sekin asta parchalanib bo'layotgan edi-da. Bu ramzi edi. Britaniya imperiyasini kurashishga tayyor bo'lgan, yirik qarorlar qabul qila oladigan, kerak bo'lsa Yevropani ma'lum bir sohasga boshlash tarafdorlaridan biri edi. Uni mashhur qilgan fikrlarim kerak bo'lsa u bosh vazir bo'lmagan vaqtda ham juda siyosiy kuchli qarorlar bilan mashg'ul edi. Masalan, fikrlari bilan ham 1946-yil 5-martda u hali faqat muxolifat partiya yetakchisi xolos. Amerikadagi o'sha Fultondagi Westminster kollejda nutq so'zlaydi va nutqda o'sha Sovet ittifoqi, ya'ni sharqiy kommunizm xavfiga qarshi Ingliz Amerika birligini va o'ziga yarasha temir devor qo'yish lozimligini taklif etadi. Aynan o'sha taklifdan keyin, fikrdan keyin u sovuq urushni boshlangan sanasi hisoblanadi. Rasmiy boshlangan sanasi hisoblanadi. De facto amalda 45-yildagi o'sha avgust oyidagi yadro bombalarining portlashi hisoblanadi, lekin de yure aynan u aytgan sanadan boshlab, ya'ni u nutqdan keyin. Shuningdek, 47-yilda Germaniya, Fransiya, Britaniya eskigina qudratlarini unutib, bir-birini kechirib, Yevropa qo'shma shtatlari bo'lib birlashish kerakligini taklif qiladi. Ya'ni Yevropa ittifoqi g'oyalarini ham dastlabkilardan biri bo'lib ko'targan elementlarni. Faqat endi bir narsa unutmaslik kerak, Fransiyaning qarori ham ta'sir qilgan. Ya'ni Fransiyani lideri bo'lgan Charles de Gaulle Britaniyadan ko'ra Germaniyani ko'proq tanlagan. Chunki Britaniya bilan agar ittifoq bo'lgandigan bo'lsa, Amerikaning ta'siri kuchli bo'ladi deb o'ylagandi va Britaniya bilan ittifoq tuzilganda Fransiya lider bo'la olmas edi. Shu omillarni ham hisobga olgandi. Va 1965-yilda vafot etgan. Uni o'limida 90 yoshida vafot etgan, 90 yoshda. Shuning uchun 90 marotaba masalan zambaraklar zalb bergan. Shuningdek, o'ziga yarasha katta o'ringa ega bo'lgan va oilasini ham aytib o'tishimiz kerak, Clementina Hughes, ya'ni 1908-yilda oila qurgan, ya'ni 34 yoshida nisbatan kech oila qurgan va 4 umuman olganda 5 ta, ya'ni bitta o'g'il, 4 ta qiz farzandi bo'lgan, bitta qizi yoshligida vafot etganda, 3 yoshligida. Lekin hammalari o'sha katta bo'lib o'ziga yarasha lavozimlarga egallashgan. Ikkita farzandi o'limini ham ko'rgan o'zimdan oldin va uni o'g'li ham siyosatchi bo'lib yetishgan, farzandlari ham o'sha Marlboro unvoniga ega bo'lib shuni davom ettirishgan. So'nggi farzandi 2014-yilda vafot etdi. Cherchill men olganda insoniyat tarixidagi ham eng muhim shaxslardan biri hisoblanadi. Ya'ni 1940-yildan 41-yilgacha faqat Britaniya qolgandi-da. Gitlerga qarshi va Italiyaga qarshi, fashizm va natsizmga qarshi kurashayotgan faqat Britaniya bor edi va Britaniyaga o'sha vaqtda ular taklif qilishgan. Dastlab boya aytganimdek, uni asosiy bosh vazirlik uchun raqib bo'lgan Lord Galifax tashqi ishlar vaziri edi, Chamberlain davrida va Cherchill bosh vazirligida dastlabki davrida uni
unga Gitner taklif bildirgan va Galifax shuni tarafdor edi. Keyin shartnoma tuzilsin, hozirgi hududlarni tan olaylik, bizga ham tegishmas ekan Britaniyaga desa. Gitner bilan tuzilgan shartnomani nima ahamiyati bor degan, u qaysi shartnomaga rioya qildi deganda Cherchill. Shuning uchun Lord Galifaxni Amerikaga elchi qilib jo'natganda, uni o'rniga shiddatliroq bo'lgan Antoni Edenni nisbatan o'sha 40-lardan bo'lmish Antoni Edenni tashqi ishlar vazirligiga qo'ygandi. Va bu ham katta muhim qarorlardan biri bo'lgan. Ya'ni agar o'sha vaqtda u Britaniyani tor manfaatlarini hisobga olib, bo'ldi hozir tinchlik tuzalik deganida, dunyo butunlay o'zgarib ham ketishi mumkin edi. Va u tushunardiki, agar bu o'sha vaqtdagi tinchlik bu Britaniya zarariga bo'lardi. Va qiyinchilik bilan bo'lsa ham Britaniyani eski nufuzini saqlab qolishga harakat qilgan. Lekin unutmaslik kerak, u to'liq harakat qilsa ham, Britaniya urushda g'alaba qozongan bo'lsa ham, lekin dunyo liderligi unvonini AQSh va SSRga boy berishga majbur bo'lgan, chunki bu davlatlar ancha qudratli bo'lib ketgan. Harbiy jihatdan, masalan, yadro quroliga ega bo'lgan AQSh, harbiy dengiz floti kuchayib ketgan, SSR bo'lsa quruqlikdagi qo'shinlari kuchayib ketgan. Angliya bo'lsa mustamlakalardan ayrilgan. Lekin shunda ham maksimal darajada Angliyaning obro'sini saqlagan holatda qolishga harakat qilishgan va hozirgi Britaniyaning nisbiy nufuzi ham bevosita Cherchill faoliyatining natijasiga ham bog'liq deyishimiz mumkin. Umuman Britaniya ichida tashqi dunyo siyosatida umuman Cherchillga qanaqa baho beriladi hozir? Xo'p, Britaniya ichida baho berilishda birinchi o'rinda baribir Britaniyaning eng kuchli bosh vaziri va o'sha inqiroz davri yetakchisi, ya'ni Ikkinchi jahon urushi yoki undan keyingi sovuq urush davrida muhim rol o'ynagan shaxs hisoblanadi, hurmatga loyiq hisoblanadi va unga baribir ijobiy munosabat bildiriladi. Masalan, unga Ser unvoni berilgan tirikligida yo'q. Mana o'limidan keyin ham Amerikada ham yoki boshqa davlatlarda ham unga nisbatan medallar, ordenlar taqdim etishadi. O'sha dunyo tarixidagi rolini hisobga olgan holatda. Va hozirgi Cherchillga nisbatan umumiy baho berishlarda biroz o'zgarishlar bo'lganligi bu uning imperializm, ya'ni o'sha Britaniyaning imperiyasini saqlab qolish tarafdori bo'lganligi, boshqa omillar tufayli nisbatan so'l demokratlar uni tanqid qilishadi. Ya'ni tanqid qilishlar bor, lekin barcha davlatlar tomonidan juda ko'plab soha olimlari ham yakdil fikrga egaki, Winston Cherchill o'z davrining odami edi va u maksimal ravishda real siyosat, real politics nazariyasidan kelib chiqqan holatda Britaniyaga nisbatan eng foydali ishlarni qilishga harakat qildi. Britaniya nufuzini saqlab qolishga harakat qildi. Urushni oldini olishga ham harakat qildi, lekin urushni oldi olinmadimi, urush boshlandimi, endi oxirigacha urush deydigan shaxs sifatida namoyon bo'ldi. Shuning uchun ham uni to'liq oq yoki to'liq qora rangda emas, balki tarixiy nuqtai nazardan baho berilganda ijobiy shaxs degan ma'noda xulosa qilishimiz mumkin. Rahmat Jahongir aka, siz ham fikrlaringizni izohlarda qoldiring, kerak bo'lsa savol yo'llang, kuzatib boring. Rahmat. Katta rahmat.